hozir aytaman, ehtimol uni keyin qanaqa munosabat bildiradi bilmayman egalari. Mana bu tog' tomonlarda tepada odamlar dala hovlilari, dam olish uylarini qurgan, aksari o'sha o'zining uyidagi hojatxona quvurini oqar suvga ulab qo'ygan. Juda katta gunoh bo'ladi mana shu narsa. Nimani xor qilsa bir kun Alloh shunga zor qiladi. Bizni xalqimiz shunchalik darajada suvni qadrlagan, hatto suvga tuflash mumkin emas bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam suvga tahorat sindirishlikdan, suvga tuflashlikdan qaytarganlar. Mana yoshi ulug' otaxonlar bilan gaplashib qolsak, mana shu oqar suvlar to'g'risida gapirganda yoshliklarni eslab aytadilar. Bizni deydi, onamiz non yopganda o'sha suvga tashlab ushlab yer edik deydi. Suvni ichar edik, oqayotgan suvni deydi. Kechirasizlar, hozir oqayotgan suvlarda, ariqlardagi, anhordagi suvni ichish u yoqda tursin, odam tahorat olgani ham xijolat bo'ladi. Chunki najosat oqizyapti. Shuni qilayotgan ham bizi bitta dindosh, bitta vatandoshimizda